Gaplarimni diqqat bilan eshit. Xullas soat 8da Toshkent City'ga borishim kerak. Soat 9da keyin anu Yunusobodda bo'lishim kerak. Bir minutdan kech qolishga haqqim yo'q. Keyin men borganimda hamma narsa hal bo'lib turgan bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Hol o'rta. Ha, xo'p. Xo'p, tushundim. Voy voy. Hozir to'xtab tur, telefon bo'tdi. Bezovta qilmay turinglar, og'aynim oldidaman. Xo'p, bo'pti, xo'p. Bo'larkan, qo'ringni ko'rsatib tursang, bormisan? Maqsadga o'tib qo'ya qolaman, ha? Xo'p. Men bu pul anchadan beri zakot beraman deb niyat qilib yurgandim. Mana shu senga nasib qildi. Ol. Menga? Kim aytdi senga meni pulga muhtoj deb? O'rtoq, qo'ysang-chi. Uyingni o't-bo'tini remont qilib olasan, ko'rib turman sharoitingni. Ol, ko'p gapirma, nozlanma. O'rtog'im qorasini ko'rsatgani keldi desam, boyligini ko'rsatgani kelibdi-da. Pulingni olib qo'y, boyvachcha. Haqiqiy muhtojlikka berasan. Xudoga shukr, hamma narsam bor. Tushunmadim. Nimani tushunmading? Vaholanki, yaxshilab o'ylab qarasang, sendan ko'ra men boyman. Shuni bilasanmi? Nima demoqchisan? Chunki senda yo'q narsa menda bor. Nima ekan u? Halovat.